Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999 yili 4 oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism 9-bob Shoh huzurida. Birinchi. Yillar xuddi shamol surgan yenik bulutlardek arqa-arqadan o'tib ketdi. Uning qoldirg'ini qarilarga soqol va qo'riq, yoshlarga kuch va aql bo'ldi. Atxon Qohirada ig'ir besib turib qoldi. Qiynatsi Mustafa So'yman kasal bo'lib yetib qolg'achqa, uning davon rastisidagi katta gazlama do'kkanini Atxon ega bo'lib boshqurayotdi. Akbar qadim joyni sotdi. Musfiladagi haramga yaqin bu e'tibor joyga Riyoddan kelgan cho'ng bir boy mehmonxona salmoqchi bo'ldik. O'z vaqtida hech kim ko'zga ilmagan bu qaqas toshliq yerning bugungi kunda bir g'irich bahosining oltinga tang bo'ladiganligini hech kim o'ylab boqmagan edi. Akbar uning puliga shubaykida yangi silingan zamonaviy binodan bir yurish uy setib ololadi. Bu uylarning tok, suv, gaz deganlari to'liq edi. Bularni o'ylasa Akbar o'z vaqtida Abu Lahabning Yiroqni ko'rarlik bilan yerni ko'p hal qilib bergan donoliqidan qattiq so'yinatdi va ichida uningga rahmat aytadi. Lekin bu kunlarda Akbarga o'xshash sirtdan kelgan Buxoriylarning ish o'qiti toza oqmayotdi. Buningga bir necha yilning oldida Makkada chiqadigan Al-Bilad gazetining ma'lum sonida e'lon qilingan chet ellik Buxoriylarning soda tijorat qilishiga bo'lmaydi degan bir parcha maqola sabab bo'lgan edi. Hozirgacha bu maqolaning muallifi ma'lum emas edi. Birarisimu uningga raddiya berib maqola yozmadi. Shunga mazkur maqola munosabatlik o'rinlarda o'zining kuchini ko'rsatdi. Iqomat hal qilish, tijorat kinishkisi ilish va yangilash qatorliq ishlarning hammasi to'sqinlikqa, so'g'uq muomalaga uchrayotdi. Kishilar aromxuda do'kon ocholmaydi. Kunlari dakka-dukka ichida o'tayotdi. Bundaq besim va xo'rliqdan bezor bo'lgan ba'zi Buxoriylar Makkani tashlab boshqa yurt shaharlarga churab chiqib ketishdi. Akbar yanila do'kon echish bilan chor bozorchilikni moslashtirib, tulikiga o'xshash tadonliq bilan jon beqib ketyotdi. Buxoriy Arablar O'rta Osiyoliklarni shundoq deydi. Al-Bilad yurt degan ma'noda. Iqomat vaqtliq nopos. Bugun shanba. Makkaning ichi atigandala qizishqa boshladi. Akbar tunugun juma namozida Haris bilan ko'rishib, bugungi kunda ikki oila billa dengiz bo'yiga berib, dam elib kelishni kelishib qo'ygan edi. Ular amdi nashta qilib bo'lishiga Harisning kichik sayohat mashinasi Akbarning qorosi oldiga kelib signal berdi. Mashinaning ustiga xili ko'p yuk tingilgan edi. Akbar bala chaqisini elib ishik oldiga chiqdi. Uning qo'shmaq meg'izdak bir jup qizi 7 yoshlik Anargul bilan 5 yoshlik Ipargul sochlarini tugib havarang yipak raxtda bir xil kiyinib, shundoq o'moq va sho'x bo'lib ketgan edi. Uning ayoli Gulbahram bo'lsa, qop-qora aboyiga purkinib, ba'ayni qora ko'langudek hech nimasini farq etgili bo'lmaydigan pinhon qiyofatga kirib olgan edi. Ular mashinaga chiqdi. Mashinada Harisning ayoli Tamazur bilan 6 yoshlik o'g'li Ziyod bor edi. Mashina Makkaning sirtiga chiqib, Yaman tosh yo'lini bo'ylab yurib ketdi. O'z vaqtida tuga karvonlari yuradigan o'ng'ul-do'ng'ul bu yo'lda hozir har xil tipdagi yuk mashinalari yo'lda o'tishib turadi. Ular uzoqqa qolmay Qizil dengiz bo'yiga keldi. Dengiz hayvatlik gurkiraydi va oppoq bujg'unlarni chachiratib, odamga huzur beg'ishlaydi. Dengiz bo'yidagi yumshoq qumliq ustiga piramida shaklli kichik chidir tikildi. Chidirning ichiga adyallar silindi va o'ttirsiga toshdan o'choq yasilib, mis qora esildi. Ikki cho'kan paranglashqach tushlik tomoqqa tutish qildi. Balalar allaqachon ko'nglaklarini silib, cho'rqirishib dengiz bo'yidan qulula terishga kirishib ketgan edi.
dengiz bo'yidagi qumliqlar quruq qulula qipi va beg'ir rang qulula postloqlari bilan to'lib turadi. Akbar bilan Haris dengizga xili ichkirlab kirib suvga cho'mildi. Tinimsiz chayqalib turgan sho'rliq, sovuq suv ularning badallarini qizartibatdi. Akbar Harisning orqasidan yanamı ichkirlab kirishga jur'at qilolmadi. Chunki qudratlik dengiz shavqini uning miyasiga urilib, bir oz jiddiylashtirib qo'ygan edi. Uning ustiga ichkiri mang'asiri dengiz ostidagi toshlar ko'payib yo'g'onaydi. Pichoqning besidak o'tkirlashib ketgan ba'zi bir toshlar odamning put paqalchoqlarini telib jonni qaqshatdi. Shunga Akbar dengiz to'lqiniga o'zini qo'yib berib, asta-asta qirg'oqqa qaytib keldi. Yumshoq, nam qum ustida o'ltirib, Harisga qaradi. Haris to'lqinlar bilan ilishib, ba'zida yuqori ko'tariladi, ba'zida suv ostiga sho'ng'ib kirib ketadi. Akbar Harisdan ko'zini uzib, ko'z oldida yeyilib yotgan bu poyansiz, qudratlik dengizga qaradi. Uning nazarida dengiz to'limu pok, sirliq bir dunyo edi. Dengiz o'z vujudiga yot bo'lgan har qanday g'alda g'ashlarni tinimsiz to'lqinlari bilan urib, ittirib qirg'oqlarga opirib tashlaydi. O'z jismida zarracha dog' saqlamaydi. Akbar ko'zlarini xiyol bilan yarim yumib, dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu otash zaminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda edi. U yiroqdagi suvga tutashgan yoyisimon ufqdan, dengizning shavqinliq bujg'unlaridan go'yo ona yurtning yeshillikqa purkangan bog'u eramlarini, ona tilda so'zlashayotgan o'z kishilarining yiqimliq paranglarini, qaynoq bozorlardagi tantanalik sadolarni anglagandek, ko'rgandek bo'ldi. Ah, qudratli Xudo, shu turqida bir karomat qilsang, dengizdagi biror baliq xuddi cho'chaklardagidek meni dumbisiga mindirib, ashu yiroqdagi sig'ingan, tashna bo'lgan yurtimga, qarindoshlarimning qishiga elib borsa, xushalliqdan yuraklarim yerilib ketarmi? Nemancha mo'ng'ilib o'ltirib ketding? Harisning tuyuqsiz savoli Akbarning yiroqlarga so'zilgan xiyol yiplarini uzibatdi. O'zimcha, dedi Akbar asta beshini ko'tarib. Haris uning oldida yarim yalang'och beti o'ri turadi. Uning qo'ng'ir rang terisi parqiraq, badani bejirim, bo'ljunglari ching edi. Qo'yuq chechi bilan qop-qora bo'rotlari orasida esilib turgan suv damchilari quyosh nurida marvoyatdek jo'lalinib yaltiraydi. Keyin bu suvlar asta-asta tuvanga sirg'ib, maydasidagi qo'yuq yunglar orasiga kirib g'oyib bo'ladi. Haris Akbarning yonida o'ltirdi. Ko'piklanib, qirg'oq suyib turgan tinimsiz suv ularga erkilgandek, yugurib kelib putlarini yiqimliq silab qo'yib, yana noz bilan orqaga qaytatdi. Sen amdi shirkat qurib, tijorat yo'lini kengaytsang bo'ladi, Akbar, dedi Haris qo'lidagi rangdor qulula qipini o'ynab o'ltirib. Men shirkat qurganning foydasini ko'ryapman. Tijoratim chigara halqib ketdi. Men nima qo'yda, sen nima o'yda, Haris, dedi Akbar do'stiga taajjub bilan qarab. 2-3 yildan beri do'konni tuzukroq ichib, aram xudo tijorat qilolmayapsaq, shirkat qurish nada? Texicha ashu al-bilatdagi maqolaning ishimi? So'radi Haris hayron bo'lgandek. Shu ish, dedi Akbar bir xil nafrat tuyg'usi bilan. Sen ko'proq chet ellarda yurib, bizning ahvolimizdan xabarsiz qolding, Haris. El-bilatga chiqqan ashu maqolaning kasofati bilan tijorat yo'limiz bo'g'ildi. Qachon tutib olar, qachon qo'g'ilib o'tar, deb dakka-dukka ichida qoldik. Mana qarg'ana, mening ashu ikkinchi qizim 5 yoshga kirdi. Texicha nopusqa o'ltirg'izmidi. Mushu zaminda tug'ilgan bir narasidini mushu zamin yaklayotidi. Shuncha yil musofirchilikning dardini tortqinimiz yetmagandek, hukumatinglarning bu ishi bakmo eshib ketdi. Haris, biz go'yo bu yurtning raqibi bo'lib qoldik. Hajga kelib yurtga qaytalmaganligimiz bizning gunohimizmi? Shuncha ig'ir judolikning dardini ko'tarayotganda bu bizga yana nima tortquliq? Mundaq bo'laversa, biz zodi qandoq yashaymiz? Nerdan chiqish yo'l topamiz? Ota-bovlarimizning vatansizning go'ri tor degani rost ekan.
Lekin bu gaplar sening ko'nglingga kelmasin Haris. Men hargizmo bu yurtni, arablarni ayblamoqchi emas. Bu yurt bizni qo'yniga oldi. Issiq makon berdi. Arablarmo bizni yakligini yo'q. Sana o'xshash, dadanga o'xshash talay-talay oq ko'ngil kishilar bizni o'z qarindishidan chora ko'ryotidi. Lekin bizningmo tirikchilik qilish, pul tepib yaxshiroq yashash huquqimiz bo'lishi kerak-da. Ba'zilar buni tushunmayotidi. Men shuni demoqchi. Akbar so'zdan to'xtab, ig'ir xo'rsinib qo'ydi. Haris uning so'z o'ramidan, alfozdan ichi dardga to'shib ketganligini, xo'rliq his qilayotganligini bildi. Shunga do'stining ko'nglini yasash, dardiga da'vo bo'lish uchun mundaq dedi. Adash, gazetdagi gaplar Qur'onning amri emas, qonunmi emas. Bu faqat ma'lum bir tarafning ko'z qarshi bo'lishi mumkin. Allah yaratgan har qanday bandining bu dunyoda yashash, tirikchilik qilish huquqi bor. Ba'zilarning chet ellik Buxoriy deb milliy ayrimchilik qilishi islom diniga yot narsa. Makka yolg'iz arablarningla emas, balki butun dunyodagi musulmonlarning Makkasi. Uni tarixdan beri dunyodagi barliq musulmonlar o'rtaq gullandirgan. Amdi kelib ba'zilarning uningga yakki yegona xo'ja bo'lg'isi kelayotgan o'xshaydi. Lekin bu hargiz oqmaydi. Haris so'zdan to'xtab yiroqlarga ko'z tikdi. Dengizning haybatlik shovqiniga quloq soldi. Ondan cho'nqur bir tinivilib so'zini davom qildi. Bilamsan Akbar, biz arablar jaholat patqiqiga bakmo cho'nqur patqan xalq. Bizning tariximiz nodonlikqa, vahshiylikka to'lgan qon yoshlik tarix. Arablarga islomdan burun hech narsa harom emas va hech qanday ish jinoyat emas edi. Agar Muhammad alayhisalom dunyoga kelib, hidoyat nuri bilan bu zaminni yoritmagan, bir-biri bilan siyosiy, diniy, milliy birligi yo'q, Chechelangu arablarni islom tug'i atrofiga uyushtirmagan bo'lsa, arablar o'zaro tafriqchilik, qirg'inchilik bilan bir-birlarini o'ltirib, bu zaminni yomon odat, qabiy axloq hukm surgan shiitlar makoniga aylantirayotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz o'z dushmanlari bilan 13 yil jafoliq kurash qildi. Islom dini aqidalarini tarqitish uchun jon dil bilan tirishdi. Oxir xorliqni, zulmni, nodonlikni, nohaqchilikni, jaholatni, badniyatni yo'qotib, bu zaminni ilm irfonga, haq adolatga, nur va saodatga erishtirdi. Uning ashu tirishchanligi bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda muqaddas Makka mo bo'lmagan bo'ladi. Makka madaniyat tufaylidan emas, balki ashu ulug' islom dini tufaylidan barpo bo'lgan. Hozirmo ba'zi odamlarimizning kallasida ashu jahiliyat davrining zaharlik soqinlari tugagani yo'q. Ular odamlarga, zamonga ana shu zaharlik qarashlari bilan muomala qiladi. Meningcha, al-bilodga chiqqan hiliqi muallifsiz maqolimi cho'qim ashu xil qarashdagi odamlarning fikri. Men mundaq o'ylayapman. Hozir Faysal Abdul Aziz podshohlik taxtiga chiqdi. Agar bu ishdan ashu zotni xabardor qilsak, u cho'qim bir narsa deyishi mumkin. Biz bu vaqtda dadam bilan paranglashib baqaylik. Akbar, dadamdan texmi yaxshi aql chiqib qolsa ajab emas, bo'lamdi? Arisning so'zlari samimiy ham qizg'in edi. Rostchilik va haqqoniylik tuyg'usi bilan sug'urilgan bu mardona so'zlar uzoqdan biri Akbarning ko'nglida yig'ilib qolgan g'ashlik bilan buruqtumliqni ko'tarayotgandek bo'ldi. Akbarning qarashicha Harisning bu so'zida bilimlik, uqumushliq, samimiy bir odamning o'zi va o'z millatining o'tmishi ham hozir to'g'risida keskin, xolis, oqilona baho va hukm bor edi. Shunga Akbar Harisning taklifiga xushallik bilan qo'shildi. Quyosh bir kunlik qutlug' safarini oxirlashtirib, ufqqa bosh qo'ydi va ko'p o'tmay dengizga patdi. Uningdan qolgan shafaq nuri suv yuzida jilvalanib, butun olam suz qizillik nurga cho'milgan vaqtda Harisning mashinasi dengiz bo'yidan qo'zg'alib, Makkaga qarab yurib ketdi. 2. Abu Lahabga qirilib yetdi. Choch soqollari oqarib, burunqi irg'aydek bejirim qomati lassida egilgan edi. U tala tuzga ko'p chiqmaydi. Butun kunlarini
taat ibodat bilan uyda o'tkazatdi. Doktornimi uyiga taklif qilib davolanatdi. Bugun Akbar Abu Lahabni alohida yo'qlab keldi. U kirganda Abu Lahab shippanliq ozoda ayvonda gazit o'qib o'tiratdi. "Kel balam", dedi buvay ko'zidagi yuqori gradusliq aynigini ilib. "Yo'qab ketding-ku, dadangdan xabar bormi?" Abu Lahab shu gaplarni qilib etib yumshoq yipak yog'liq bilan yashang'irab qolgan ko'zlarini surtdi va badanini ruslab yiniga qirlab qo'yilgan yostiqqa yulandi. "Dadamdan yaqinda xat keldi, o'zlariga salom aytibdi", dedi Akbar buvayga yaqin o'ltirib. "Hili beri keladigan-dek emas, Qohiraga ko'nib qolgan o'xshaydi. Inim Hilimsha maktabda o'qib o'tibdi." "Bo'pti, nada bo'lsa salomat bo'lsin. Qirg'anda odamning ko'ngli nada xush bo'lsa, shu yerda tursa bo'laveradi. Qohirami obdan joy, avaliq, go'zal", dedi Abu Lahab va cho'nqur bir xo'rsinib qo'shib qo'ydi. "Hozir menmi, dadangmi bu dunyoning mehmini bo'lib qoldik." Akbarning oldiga dasturxon silindi. Yemek, içmek, meyve-cheva keltirildi. Shu aralıqda Harismi yetib keldi. Bir qurut choy ichgandan keyin Haris Abu Lahabdan so'rdi. "Dada, o'tganda degan gapni o'ylab baqdingmi? Akbarlar nima qilishni bilmay, bak betaqat bo'lib ketyotidi." "Shundoq tag'a", dedi Akbarmi uning so'ziga ulabla. "Biz bundoq cheki yo'q dakka-dukka turmushdan bak xunuk ketdik. Bizning ishlarimiz ya halol emas, ya haram emas. Tepme halal bo'lib ketyotidi." Buvay bir pas ko'zini yumib, beshini sangiltib jimmida o'ltirdi. Keyin bir ish esiga kelgandek lappida beshini ko'tarib, "Men bu ishning tegi-taktini uqdim", dedi va ochiqlangandek beshini asta silkib qo'yib davom qildi. "Gazetdagi hiliqi maqola mushu yerdagi bir necha qizli ko'z hasadxo'rlarning ishi ekan. Ular o'zlari atigandan kechgacha chilim tortib, yostiq qirlab, quruq parang so'qib pul topolmay, Akbarga o'xshash jafo chekib, halol pul topganlarni ko'rib ko'zlari qiziribdi. Ichi ichishib ko'rolmay shahar ma'murlariga chiqibdi. Anglashimcha ular chetdan kelgan Buxoriylar bizning rizqimizni tortib oldi, bozorlarimizni egilab, tijorat yo'limizni taraytibatdi. Bundaq ketaversa, Makkadagi arablar uzoqqa qolmay gadoylashib ketadi. Chetdan kelgan Buxoriylar biyib, beshimizda yong'oq chaqidi", deb dodxo'liq aytib, ularning beshini aylantiribdi. Shuning bilan ularmi bu ishga yengillik bilan qarab, heliqi maqolaning al-bilatda e'lon qilinishiga qo'shilibdi. Bu ish hozir bir oz murakkab, bolalarim. Buningga kattaroq odamlardan birisi o'tirga chiqib gap qilmasa, shahar ma'muriyatidagilar hargizmi o'zi chiqib olgan o'gzidan o'zlari osonlikcha tushib bermaydi. Malik Faysalga arz qilish kerak", dedi Haris aldirab. "Meningcha bo'ladi. Bu arzni qilish kerak", dedi Abu Lahab va bir oz dimini ilib davom qildi. "Faysal bakmo yuqori martabalik podshoh. Bundaq odamlar fuqarolarga cho'qim shafqat va marhamat yo'lini tutadi. Oxiratning baxt saodati, dunyoning omon esanligi shafqat va marhamatga bog'liq. Podshohlarning kishilarga qilgan shafqat belgilaridan biri xalqlarni o'ziga do'st tutganligi bo'ladi. Sizlar anglaganmi? Malik Faysal har juma kuni shahardan chiqib, to'pliq yo'lda yalang'idaq minib, ochiq dalada 2 rakat sunnat namozni o'qib, ondan shaharga qaytadi ekan. Qaytish yo'lida oddiy fuqarolar bilan, g'arib g'urbalar bilan ahvollashib, ularning dard ahvolini anglaydi ekan. Mushkulotlarni shu yerda hal qilib beradi ekan. Shundoq katta podshoh turib, nima uchun yalang'idaq mangdigandu?" hayron bo'lib so'radi Haris. "Nima uchun bo'ladi?" deb hayajon bilan tushundirdi Abu Lahab. "Vatan tuprog'ini azizlab shundoq qiladi ekan. Podshohlar fuqarolarga, elga qancha ko'p mehr shafqat qilsa, Alloh taolo podshohga shuncha rahmat ko'zi bilan qaraydi. Faysal podshoh haqiqatan Allohning nazari tushgan zot." Bu gaplardan Akbarning ko'ngli yorib ketdi. Uning qalbida
Faysal padişahqa nisbatan bir xil g'oyibona hurmat va ehtirom tuyg'usi uyg'ondi. Agar u padişah bilan ko'rishib, mushu ishni hal qilsa, biri yaqqan o't mingni istido degandek, nurg'un odamlarning mushkili oson bo'ladi. Ish qilib u Abu Lahabning uyidan xushal va umidvor qaytdi. Atsi Baytumur, Musa Danqan va Quddus hojilar bilan ko'rishib, bu ishni maslahatlashdi. Shundoq qilayli, padişahqa ar sunayli, dedi Baytumur ko'pib. Ular necha vaqtdan beri bizni go'sh, o'zlarini qush qilib, bizni yetkucha cho'qiladi. Odamni bundaqmi bo'zaq qilgan bormi? To'g'ri, amdi bundaq beparvo yuraversak bo'lmaydi, dedi Quddus hojimmo qo'shilib. Vaqti keldi, amchak talab qilish kerak. Lekin bu xabarni anglagan ba'zi hamshaharlar ularni bu ishdan yaltaytishga urindi. Biz xalqning yurtida yashayotimiz. Azaldan qog'ining ko'zini cho'qqigan emas. Ish aplashmay qolsa, ig'izdan chiqqan gap keyin o'zimizni har bo'lib chaqidi. Mushu arzni qilmasak bo'larmikin? Deyishdi ular andishiga tushib. Vaholanki Akbar qat'iy niyatga kelib bo'lgan edi. Ba'zilarning bunda arsaldi gaplari uni niyatidan yandurolmadi. U yetib qolg'ucha etib qol degan ruh bilan hamrohlarini qo'zg'atdi. Shunda qilib Akbar boshliq 4 kishi nurg'un Buxoriylarga vakil bo'lib, padişahqa arz sunish qaroriga keldi. Arz tekstini Akbar yozadigan bo'ldi. Akbar shu kuni yarim kechagacha uxlamay, qisqa ham ta'sirlik bir arz teksti yozib chiqdi. U arzning beshini Qur'ondagi: "Ey insonlar, biz sizlarni bir ota va bir onadan yaratib, turli millat va qabilalar qilib qo'ydik. Sizlar bir-biringlar bilan yaqindan tanishqaysizlar" degan so'z bilan boshlab, oxirini hadisdagi bunu so'z bilan oxirlashtirgan edi. Mo'min kishining ko'ngliga xursandlik yetkazishning o'zi savob jihatida odam va parilarning qilgan ibodatlarga barobardir. Arz teksti boshqalarga yaradi. Ularning nazarida mundaq ta'sirli, meg'izliq so'z javhiri har qanday javohiratdan ustun turadi. Shunga buni o'qigan odam o'ylanmay qolmaydi. Ular atsi Makkada o'ltiraqlashib qolgan necha yuzlagan musofir kelgindilarning umid orzusini ko'ngillariga pukib, jiddiga yurib ketdi. Bu kunlarda Faysal padişah Ciddatdagi ordusida ish bajarayotdi. 3. Padişah huzuriga kirish ancha osonga tushmadi, lekin ular niyatidan yonmadi. Har qancha to'sqinlikqa uchrasimi, bel qo'yatmadi. Ular 5 kungacha orda darvozasidan nari ketmadi. Issiqda ko'ydi, yomg'irda dug'daydi, shamolda puchuldi. Qo'rsaqlari atsa quruq non yedi. Ustsa Sudandagi ilman suvini ichdi. Ularning irodasi, g'ayrati oxir ordining bosh mulozimatchisini ta'sirlantirdi. Qiniq mashrang harbiy forma kiygan, bir yiniga agri qilich, bir yiniga tapancha osqan, burutliq, o'ngi qara bosh mulozimatchi ularning yiniga kelib mundoq dedi: "Faysal padişah bir necha kundan beri xarji ishlari bilan aldirash bo'lib ketdi. Men sizlarga qoyil bo'ldim. Ko'rishmagicha bo'ldi qilmaydigan o'xshaysizlar. Bo'ldi. Men sizlarni ko'rishtiray, lekin bugun bo'lmaydi. At adiganda kelinglar. Qandoq? Bo'ladi. Sizga rahmat", dedi Akbar xushal bo'lib. "Lekin at sizni qandoq topamiz?" "Men sizlarni topaman", dedi bosh mulozimatchi. "Mening ismim Mas'ud. Sizlar at adiganda mushu yerga kelib meni kutinglar." "Bo'ladi. At ko'rishayli." Akbarlar orada oldidan 5 kunlik hardoqi biraqla chiqqandek xushal va ruhliq qaytdi. Jiddaning Bab Makka deb ataladigan Makka darvozasining yonidagi saroyga kelib, atiki ko'rishishning qandoq bo'ladiganligi to'g'risida neri-beri paranglashib kunni kech qildi. Atsi namoz bomdoddan yinib, nashtimu qilmay orda oldiga paypaslab kelishdi. Shahar texi to'liq uyg'onmagan edi. Atrof jimjit edi. Hamma narsa xomush ko'rinadi. Faqat charaqlab yenib ketgan orda chiroqlari bilan atrofni aylanib yurgan soqchilarning
mazmut oyoq ovozila bu jimjitlik bilan xomushlikni buzib turadi. Ular 2 soatdek kutdi. Bu 2 soat ularning hayotidagi eng uzoq, hayajonli va intizorlikqa to'lgan soatlar bo'ldi. Kun qizirib atiganki shafaq haybatlik o'rda tomlarini nurlantirgan chog'da Mas'ud ularning oldida paydo bo'ldi. "Yuringlar", dedi u akbarlarni boshlab. "Malik Faysal hozir keladi. Sizlar qabulxonada uning bilan ko'rishsizlar." Mas'ud ularni uzun bir koridordan o'tkazib, ozoda bir uyga boshlab kirdi. Bu chiroyli saramjonlashtirilgan zal edi. Yerga o'tqashdek gilamlar silingan, qizil, seriq, oq mashut iplar bilan chiroyli kashta tikilgan yumshoq divanlar tam bo'ylatib qo'yilgan edi. Bu yerda diplomat sumkalarini ko'tarib olgan bir necha chet elliklar, puzur kiyinib olgan boy savdogarlar va chiroyidan dardmanligi chiqib turgan shahar fuqarolari podshoh bilan ko'rishish uchun saqlab turadi. Uzoq o'tmay Mas'ud paypetek bo'lib qoldi. Uning jiddiy va hayajonli harakatlaridan podshohning zalga kirayotganligini ko'rgili bo'ladi. Rost, minut o'tmay zalga egiz bo'yliq, qizil ko'z, bastlik bir kishi kirib keldi. Uning ustidagi kashlangan zarbob purkancha qo'l va putlarini yo'gab, orqasidan so'rilib turadi. Beshidagi qora iqal bilan bostirib olgan shapdul chichki ranglik chaqmoq ro'mili gadangacha tushib turadi. Uning orqasidan kotib qo'g'dog'ichi degandek bir necha odamlar adab bilan agishib kelyotadi. Akbarlarning baxt va baxtsizlik, umid va umidsizlik, xushallik va qo'rqinch tuyg'ulari bilan kutgan minutlari oxiri yetib keldi. Akbar qo'lidagi arzni siqimlab, hayajondan demi ichiga tushib, podshoh Faysalning qomatlik bastiga qaraganicha sur besib turib qoldi. Dal shu chog'da podshoh ularning uduliga keldi va ularning taqi turqidan qiziqqidek bir narsani ko'rgandek bir necha daqiqa ularga sinchilab qarab, orqadan turkcha ochiq va ravon til bilan "Yaxshimisizlar?" dedi. Akbarning vujudi sho'rrada erigandek suyunib ketdi va podshohning ko'zlaridagi o'tkir nur bilan chiroyidagi illiq tabassumni ko'rib, baya o'zini yo'qotib qo'ygan hiqish, ayminish tuyg'ularidan qutuldi. Agar Akbar shu chog'da podshohning orqasida turgan Mas'udning "Darhol arzingni ber" degandek imo ishoratini ko'rmagan bo'lsa, aran kelgan fursatni hang vaqtliq bilan yana o'tkazayotgan bo'ladi. Har holda Mas'ud harbiyga xos sezgurlik bilan yaxshi qildi. Akbar uning ishoratini ko'ribla qo'lidagi arzni sundi va arabcha nihoyatda chiroyli qilib: "Janobi oliylarga faqir miskinlarning ozroq arzi bor edi", deb beshini tuvan egdi. Faysal podshoh Akbarning qo'lidagi arzni oldi va sol qo'lining ko'rsatkich barmoqi orasiga qistirdi. Uning qo'li yo'g'on, panjasi keng, barmoqlari uzun edi. Shu hamon boshqa arz dardi borlarmi uningga yepishdi va ikki qo'llab arzlarini sundi. Podshoh ularning arzinimi sol qo'lining barmoqlari orasiga rat-rati bilan qistirdi va hammaylan bilan qizg'in, muloyim salomlashib bo'lib, zalning udul tarafidagi eshik bilan ishxonasiga kirib ketdi. Ishxonaning zalga qargan eshigi qiya ochiq edi. U yerdan podshohning harakatlarini ochiq ko'rgili bo'ladi. Faysal podshoh telefon va har xil hujjat materiallar ratlik qo'yilgan Livanning esil shamshot yog'ichidan yasalib, ustiga yeshil mut qoplangan keng ustalning oldiga kelib o'ltirdi. Uning yenidagi to'g'ri qo'yilgan ustalda kotibning o'rni bor edi. Podshoh o'rniga o'ltirib, birinchi bo'lib Akbar bergan arzni barmoqi orasidan ilib o'qidi. Arz tugagicha uning qo'shimlari turilib, ko'zidan bir xil sovuq nur chaqnagandek bo'ldi. Podshoh nihoyatda tezlik bilan arzning ustiga bir narsalarni yozdi va arzni kotibiga berib etib, uningga bir narsalarni dedi. "Inshaalloh, talablaringlar hal bo'ladigan bo'ldi", dedi eshikning yonida turgan Mas'ud Akbarga pichirlab.
Әмді bir neçə gün kütüp durunglar. Xuda buyursa yaxşı xəbərlər boludu. Buni siz qandaq bilisiz? Sordi Akbar bir az təəccüblənib. Padişah texi bir нәрсә demedi-go. Mən onun çırayı bilan hərəkətindən bildim, dedi Məsud işenç bilan. Senin ərzingni oqub etib, onun qoşumuz turildi. Bir нәрсəgə açıq keldi. Ondan keyin ərzingning ustiga tasdiq soldi. Malik Faysal odatda arzlarning ustiga bir narsa yozmaydi. Faqat jiddiy ahvol bo'lsa, ondan yozadi. Xudoga shukri, deb yinik bir tartdi Akbar. Bu ishda sizga ko'p rahmat, Mas'ud. Sizning yordamingiz bo'lmagan bo'lsa, podshoh bilan ko'rishimiz basim mushkul edi. Uncha emas, dedi Mas'ud tushuncha berib. Orada ko'rishalmasanglar, aman bir kuni sirtda ko'rishatdinglar. Malik Faysal her cuma kuni jamoat bilan birga bo'ladi. Boshqa kunlardami vaqti bo'lsa, bozor rastlarini piyoda arlaydi. Mundaqdan, dedi Akbar texmu ta'sirlanib. Yaxshi podshohlar Xudoning soyisi deb to'g'ri aytibdi ekan. Bu kishi turkchini mo yaxshi so'zlaydi ekan. Nadin o'rgangan bo'lg'aydi. Texi bilmamsiz, uning cho'ng ayoli turk, dedi Mas'ud. Akbar Mas'ud bilan ana shundoq paranglashib minib, orada ishki oldiga kelganda xo'shlashdi. Bugun 4 vakilning omidi o'ngdan keldi. Ular podshoh bilan yuz tura ko'rishdi. O'z qo'llari bilan arzini berdi. Texi podshohning nazariga tushib, uning bilan so'zlashdi. Bundaq omad, sharaf uchraganlar kishiga nisb bo'lavermaydi. Podshoh Faysal o'zining yaxshi fazilati, adli adolati va himmat shafoati bilan ularning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Ularning nazarida bundaq yaxshi sifat, yaxshi fazilatlik podshohlarning qo'lida davlat tez zo'rinoq topatdi. Xalq gullab yashnaydi. Jamiyat xotirjam va obod bo'ladi. Podshohlik ustidami uzoq zaman baxtiyorlik davom qiladi. Ular tushukcha ana shundoq xushallik va hayajon ilikida Jidda bozorlarini aylandi. Hozir Jidda zamonaviy qurilishga yurish qilib, nihoyatda tez o'zgarayotdi. Uy imoratlari ko'rkam va ozoda edi. Yo'llari keng tasha bo'lib, har xil tipdagi mashinalar g'o'yildab o'tishib turadi. Cho'ng savdo saroylarida Yevropa va Amerikaning mollari to'lib ketgan edi. Akbarning ko'zlari olachakman bo'lib ketdi. O'zining burun chor bozorchilik qilib tortgan jafo mushaqqatlarini eslab, bugungi savdo tijoratning bu darajada o'ng'ay va ravon bo'lib ketayotganligidan ko'nglida ham suyundi, ham hayron bo'ldi. Agar sharoit yor bersa, uning qo'lidan ne ishlar keladi. Chunki uzoq yil musofirchilikqa, xo'rliqqa, terikchilik vasvasiga to'lgan murakkab jafoliq hayot yo'li uni xiyolparast, kitob mastonisi, ojiz bir boladan bugungi kunda pishqan, aqlliq, irodalik, tam parasti bor egilik tiklugichiga aylantirib chiqqan edi. Lekin hozir Akbarning qanot quyruqi bo'g'ishlangan edi. Xuddi podshohga sunilgan arzda deyilgandek, ko'zga ko'rinmas zanjir kishanlar uning put qo'lini chirmab, erkin parvoz qildirmayotdi. Agar Akbar mushu taqibdan, chetga qiqishdan qutulsa, tijoratni qayta dastiga elib, cho'ngroq bir ish tavirtishni bugunla ko'ngliga pukib qo'ydi. Ular tushda shahri Qobil ko'chasidagi bir turkning do'konida tamoq yeb, tushdan keyin bugungi xush xabarni yurtdoshlariga tezroq yetkazish uchun mashina bilan Makkaga yurib ketdi. 9-bob tugadi.